Nasldor sifatli yaxshi bo'g'ozlardan boqaman, sigir qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bu video aynan sizlar uchun. Sababi bu yerda aka-ukalar rossiyskiy poroda Chorniy Pyostra kelgan aka-ukalar mana Eston toza qonli, xudo xolasa hammasi ishonchli bo'g'oz, sifati yaxshi, e'tiboshi to'la, xudo xolasa bolani ham zo'r beradigan, sut qattiq qaymog'idan umuman o'ylanmaydigan. Ko'pchilik boqqanlar biladi, xudo xolasa yozgi kommentariyaga ham yozib ketasizlar. Qanaqa zot, xudo xolasa qaymog'i ham, suti ham rentabli kuchligidan. Bir dona mana qangi xudo xolasa smeshli molimiz bor. Inshaalloh aka-ukalar buqaga tayyorlaridan. Xo'p, Eston, Shved, mana bitta aka-ukalar antika gibrid desak ham bo'laveradi, xudo xolasa. Yo'qangi bir chiroyli, sifatli novvoschamiz bor. Inshaalloh aka-ukalar orqa keti, uzunligi, sifati, yosh oyligiga qaraganda o'simiz zo'ridan, dahshatidan. Xo'p, manzillarimizni eslatib o'taman. Andijon viloyati, Shahrixon tumani Karnachiga. Arzon cho'ptimcha akamiz shunaqangi sifatli sog'lomlarini, bo'g'ozlarni elu xalqqa taqdim qilyapti turgan Lutfullo akani xudo xolasa mini firmasiga yetib kelganmiz. Dastavkasidan o'ylanmaysizlar, O'zbekiston bo'ylab bor. Kelishilgan holatda vodiy ichi besplatniy. Agarda Buxoro tomonlariga bugunga kelishib qoladigan bo'lsak, mashina ham bor, ikkiga bitta shu yo'nalishda xudo xolasa molimiz ham bor. Qo'shib chiqarib olishga yana ham oson bo'ladi. Bugun desanglar, bugun kelishib chiqarib olaveramiz. Aka-ukalar, sizlardan bir donadan like, qo'llab-quvvatlab, poddeshkada bo'lsanglar, xudo xolasa shunaqangi sifatli zo'rlardan Lutfullo akadan ko'rsatishga davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dostlarimiz, keldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar, musofirdagilar, aka-ukalarimiz, opa-singillar, bizni kutganlar. Bugun ham Dostonbek faqat parodalar, hashakisi yo'q. Zo'rlardan, Zo'rlaridan. Rossiyskiy Chorniy Pyostra. 20 kunlik bo'lgandan keyin qayta to'lamabdi. 20 kunlikka beramiz. Endi bir oydan keyin yog'i aniq bo'ladi. Eston tozasi. Buni qarang. Toza qonli. O'ta yuvosh jon. Yuvoshligi ham zo'r. Bir oyga borib bormaydi. Buni qarang. Haqiqiy sut yoradi. Bo'zak hali. Mana bu bitta rossiyskiyimiz bor, mana bilkalari bilan quloqida rossiyskiy bilcha. Bu rossiyskiy haligi pakana bo'ladi qondan emas. Importni sementalga achatishgan. O'sadi bu. Gibridlardan desak bo'laveradi. Bir ko'rsatib olaman, mana u Eston bor yana bitta 5 oylik. Bu Shvedda bitta tozasi bor. Toza qonligi. Mana aka-ukalar. Sifatlari, e'tiboshlari jonivorni. Gelindan ko'rsataymi bitta. Qo'yapti bizdan. Mana qarang. Buni bolasi qo'lga tegyapti. 7 oylik, 6 oyga beraveraman. U idishni zo'r solyapti. Idishni axsasi solyapti. Choylar ham 5 sm, 4 sm dan. Buni qarang. Tishini ham ochib beray. Menimcha kuragi yo'q shekilli. Novvoschanichi aytamizmi? Novvoschani. Novvoschani nimasini aytib ketaveraylik. Buni 23.5 ga o'tgan videoda chiqdi. Baraka qildik. Pulini qila olmadi, qolib ketdi. 23.5 ga. Yangi ko'rayotganlarga, ash 23.5 ga beraveraman. 1.10 15 chiqyapti. 15. Necha oylik edi bu? 3 ga ham olaversin. Yosh oyligi? 8 oylik edi. 8 oylik. Bo'zak ishda mana. O'zi bilinadi. Boshqa. Bo'zakcha bu. Bo'zakcha. Bo'yinni qarang, bo'yinni. Nega? Buni zakalatini qaytarib tashlab berdik. Pulini qila olmadim aka deb uzr so'radi. Bugunga nasib ekan aka. To'g'ri, baqani. Nega? Buni ash 23 ga dastavkasi ichida vodiy bo'ylab beraveramiz. O'zi ash barakasi shunaqa bo'lgan. Uni yetalamay qo'yaveraylik buni. Birinchi bo'g'ozlarimizdan. Bo'g'ozlarimizdan. Ko'shab turibdi, xudo xolasa aka-ukalar. Shvedda yaxshi. Haqiqiy savayskiy tozasi. Hamma chotlari oqidan. Solyapti. Solyapti-chi. 1.15 ga olaversin. 15 dan baland ekan. Qarang, ko'rsating yaqin olib kel. 1.17-18 chiqyapti. 15 mashita turibdi. 17-18 chiqyapti. 15 mashita turibdi. Buni tishini ko'rsatib beryapman. Buzoq hali. Mana buzoq ishda. Ana o'ylab ham ko'rmabdi. Sifatlari, yurish-turishi, oyoq qo'li sog'lomligi deganlarga mana aka-ukalar o'zingizlar videoda bahosini berib ketaverasizlar. Oq quloq tumshuq, rangi ham ko'zga yoqadigan, sifati zo'r, soskalari ham uzun-uzun. 4 joyda bo'laman. Bu hali yana 2 qarich o'sadi bu xolasa. Nega? O'ta chiroyligidan. Menga sifat kerak degan. Necha oylikka beraman dedingiz bo'g'ozligini?
7 oylik, 6 oyga olaversin. 6 oy. 6 oyga olaversin. O'zi bola bemalol tegyapti, 6 oyda bemalol tegmaydi-da. 6 oy hisobini olishaveradi. So'zkalarga ham bitta o'zingizlar baho berib qo'yinglar. Uzun. Eng qiziq joyi endi bunaki narxida bo'ladi. Narxi ham unaqa 28, 29 mi? 26 million. Dostlar. 26 million. 25 million 800 ming. 25 million 800 xudo xolasa kelishadigan joyi bor. Bor. Endi yo'lida qilib beramiz. O'zi hunarchilari ham o'zi. Bular hunarchini qochmagani ham o'zi 25 milliondan sotdik o'zimizdan. Endi mana uni qarang. Bu o'zi qilgizib qo'ydik. 5 oylik dedi. 4,5 oy yozib qo'yishaveradi. 4,5 oy. Ha. Rosa to'lovga kelibdi. Yana ham silliq bo'lib ketadi. Ha, bu qarang, idishdi. Bo'yni bitta ushlaylik. 120 ga olaversin. 20 plyusda xudo xolasa. Eti o'ta baland eti. Bu yuvoshligi qarang. Bular ham qattiq qaymodi, yoradi ham. Bularni o'ylamay, buni baqqan odam biladi o'zi. Ichini bitta ochib beraychi, bo'zakdir bu hali. Ha, bo'zak ekan bu. Bu ham bo'zak. Bo'zakchi ekan. Juda yorgandan olib keldingizmi o'zi? Yo'q, bugun hammasi bo'zak xudo xolasa. Mana aka, yoshlaridan uzoq vaqt boqadigandan 10 yil, 15 yilda ko'zlagan aka-ukalarimiz bo'lsa, sut qattiq qaymoqni zo'r bersin, tirikchilikka ham yarab tursin deganlarga mana zo'r tavsiyam xudo xolasa. Mana. Yerini ko'rsatib qo'ying bir. Libo odamga yoqadi xonadan. Necha oylikka beraman dedingiz aka? Buni 4 oy yozib qo'yaversin. 4 oy, ha? Mana yemoq-ichmoq, o'sha kallasini uradi pastga. Mana, bitta videoga olib qo'ying yeyishini ham. Ayni uchun tepaga baylab qo'yamiz. Nimaga baylab qo'yapsizlar, to'g'radi. Buni kallasini ko'raylik-da ko'pchilik. Mana. Xo'p, ikkinchi molimiz. Estonimiz xudo xolasa. Narxiga aka buni? Buni narxi 23,5 million. 23,5. Ha, yengil keldi, yengil aytaveraylik. Sotish maqsad. Maqsad sotish. Sotish maqsad. Eti ham baland, ko'ryapsiz. Baliq bo'lib ketgan. Xo'p, endi ikkinchi bo'g'ozimiz bo'lyapti. Ikkinchi, bu uchinchimiz. Rossiyskiy. Qulog'ining qisqasidan ko'rsatgan ruh qo'y. Xudo xolasa. Smeshinnilardan, ha. Buni bu semental emas, Greenford emas, smeshinni. Smeshinni, ha. Xudo xolasa. Keyin bu Qozog'iston tuxumboshi ham emas. Yo'q, unaqa emas. Belli galov. Buni ham 120 ga olaversin. 120 ga. 120 ga olaversin. Bu ham bo'zak bo'lsa kerak bilmayman. Ishini ochkizam ekan. Vallahi o'ta baquvvat. Hay, ikkita yoribdi. Ikkita yoribdi. Men hali to'liq chiqmadi. Buni ham yoshidan xudo xolasa. Qochirib olaman degan odamga Ama idishlari zo'r ekan, nima? Idishni dahshat solyapti. O'g'ling yuvoshligi. Bular muhimi yuvosh. O'ta yuvosh. Buni sigir qism bolani zo'r beradi. Belini ham qarang, bunaqa ikki qarich. Zo'r. Buni bitta yetalab beraymi? Ha, oyoq qo'llarini bitta ko'rsatib, xudo xolasa. Naslli narsa va boshqacha bo'ladi aka-ukalar mana. Muhar, turishni qarang buni. Cho'ning sog'ligiga mana. Mana. Ana sifatlari yurishtirishi oyoq qo'li. Xudo xolasa go'shiga ham to'g'ri keladi, on qilib aytaman buni. Aha. Buni Dostonbek 25 demaymiz. 24,5. 24 million. 24 million. 24 million. Aha. Ana Eston bilan juplab olsa 23,5 ga buni ham baraka qilib yuboraveradi. Ketaveradi xudo xolasa. Ha. Zo'r. 23,5 ga baraka qilaveradi. Ana aka-ukalar. Yeb ichishlariga, sog'lig'iga javob beradi. Yuvoshda, ashag'a zo'r. Bitta tekshirtirib qo'yadi. Qochmagan bo'lsa, mabodo endi biz bilmaymiz-ku. Hali so'yvorada qolib borsangiz. To'g'ri. Ko'rsatib qo'yib, yo semizga baqaveradi, yo qochirib oladi. Qochgan bo'lsa, sigir qilib oladi. Xo'p aka. Bu ham mana shu 23,5 da qoldi. 23,5 da. O'ta arzon bo'ldi aka narx. Ha, bo'zagini puli yangi tug'ilgan aka, qarang 20 million deyapti. Yangi tug'ilgan. Go'shtga ham boqsa bo'laveradi, lekin birinchi 1 oyda tekshirtirib oladi. Agar chiqmasa go'shtga ham boqsa zo'r qoplaveradi. Qoplaveradi. Hozirgi holatda go'shtiga ham zo'r tushadi-da, buni qarang. Hozir ham so'ysiz yon qiladi xomni. Endi mana uni qarang, yaraqalab turishdi. Buni. Buni qarang. Yuvoshligini qarang mana. Estonni. Mana shu
Xudo xolasa 1 oyga qolmaydi. Mana mashaqlarga yelin solyapti. Orqasidan ham bitta ko'rsatamiz. Kel. Gap yo'q. Idish solishni yorib yuboradi Xudo xolasa. Zo'r. Sifatlar. Bola tiralib yotibdi. Aha. Balki 1 oyda tug'ar. Maylar ham cho'kib qoldi. Balki 20 kunda tug'ar. Endi oy kirganda xullas. Mana o kuni desak yolg'on cho'p bo'lmaydi. Buni ham bo'yab 1.18 chiqyaptimi? 1.18. Ichini ko'rsatamiz. Bu ham bo'zak ekan. Bo'zak ishda. Bo'zak ishda ekan. Da o'sha. Ha. Zo'r. O'ng chap tanlamaydi. Haqiqiy naslga boqadi. Bularni usti o'ta shirin bo'ladi, yog'liq bo'ladi. Estonlarda eskidan baqqallar bilan. Har joyda oqi yo'qidan, estonlar oqara aralashib qolgani, chachishib qolgan bo'ladi-da, buni oqi yo'qidan. Toza qonlikdan. Toza qon. Ha, eston. Bular aka tuqqani sari ochilaveradi-da bular. Ha, bular yana ham kengayib, o'sadi xudo xolasa bular. Yoradi yonini. Baliq bo'lib ketgan o'zi ham. Olib ziyon qilmaysizlar aka-ukalar, xudo xolasa. Kuniga pul qo'shadigan payt. Necha oylikda siz buni aka? Buni 1 oyda tug'ishga beraveraylik, 1 oyga bormaydi. To'g'ri. Balkim ertaroq, balkim kechroq olib 5-10 kun nari berasiz. Endi buni narxi Dostonbek 26,5 million. 26,5. 26,5 million. Kelishadigan joy bor, xudo xolasa. Ha, kami xayrini qilib beramiz. 1 oy mehnatni qilsa yoniga bo'lasiz, tushadiganidan. Xudo xolasa oldiga 1 oydan keyin novvosmi, xunajimmi tushadi, 10 million tushadi yoniga. Indamasdan. Ular bolani yaxshi beradi, xudo Ha, xolasa. bular zo'r beradi. Metrimiz qani. Endi mana rossiyskini qarang. Bular yashil bo'lib 8 ta ekan. Buni istoriyasi ham bor aytib qo'ying. 8 ta ekan. U yoshroq boladan oldim. Hammasini qochirib sotdim dedi aka. Dedi, hammasi bo'g'ochdi. Bu ham 20 kunlik ashi bo'yi novvos bor ekan. Ashi bo'yi qaytuvlamadi dedi. Bitta partiya kelgan bular. Xudo xolasa dedi, qochgan dedi. Endi 20 kunda ko'rsatib bo'lmaydi. Buni qarang, yuvoshligini. Elini bitta ko'rsating. Joylar o'ta chiroyli ekan. 4 joydagi joylari ham uzun-uzun. Mana. Şimdi bular hammasi 8 oy yashil bo'lib tuzalib, o'tga kirib, uji 2 oy burun bo'lgan ekan. O'sha yerlar bo'g'oz chiqqanmi endi uni? Ha, ular ham bo'g'oz bo'lib tekshirib sotibdi. Buni endi oxirgisi ekan menga berdi. 20 kun bo'ldi aka dedi. Bo'yni qarang. 1.26, 25 ga olaversin. 25 ga zo'r. Bular oymoy zo'r o'sadi-da bular. Bular. Gap yo'q. Tishini ko'rsataymi bir? Tishini menimcha endi ikkita yordimi keyin shunaqa do'tda bola. Endi chiqyapti ekan. Endi boshlab. Qichayib endi chiqyapti ekan. Buni asha qisida puliga aytaveramiz. Bo'g'oz 90% bo'g'oz. 10 kunda tekshirsa ham chiqadi. 1 oylik ko'rinaveradi o'zi qilsa. 10 kundan keyin tekshirtirib ko'radi. Zo'r. Buni qarang. Yur. Ha, bular sutni o'ylantirmay beradi. Ha, bularning kichkina xunajinchалari ham o'zi falon pul olib ketyapti. Mana. Ko'zga yoqiydi qonni. O'ta ko'tlar 4 burchak kvadrat. Gap yo'q. Falon Toshlari ham yaxshi. Yer. Hayda oling endi buni. Yu beg'am bo'l ekan. Xo'p, aka-ukalar bu sheriklari hammasi bo'g'oz chiqdi. Endi bu ham xudo xolasa ashina novvosdan qochgan bo'lsa, bu ham bo'g'oz. 10 kundan keyin bir tekshirib qo'yishar olgandan. 1 oylik bilinaveradi o'zida. Chakana mol emas bu ham, o'sadi yana. Dostonbek endi buni narxida. Narxini oldi qochdi qilmaymiz. 25 million so'm kami xayrini qilib beraman. 25 million. Kelishamiz xudo xolasa aka. Kelishamiz. Mana 25 million. Sut yo'nalishida bular. Xudo xolasa birkalargacha ko'rib qo'yinglar, xudo xolasa. Eng zo'r joyi yuvoshligi qarang. O'sha yillar. Zo'r. Kindiki boridan mana. Haqiqiy naslli. Naslli kindilikda. Xo'p, 25 million qancha dedik buni? 25 million to'g'ri. To'g'risiga. Xudo xolasa telefon qilsa siylaymiz, ozgina kami xayrini qilib beramiz. Qilib beramiz, xudo xolasa. Dastlabki oddiy ish ketaveradi.
Dastavkalar vodiy ichida. Bu men vohalarga ham bugun agar oladigan bo'lsa, bugun Buxoro dedingmi? ha, Buxoroga uni molimiz chiqib ketyapti. Nari Qizilmol Qo'shib chiqarib yuboramiz. Vohadagilar qo'yib telefon qilib o'rsin. Mashina tayyor hozir. Tayyor, bugun 2 soatda keladi. Yap. Bugun yo'lga chiqarib yuboramiz, bemalol aloqaga chiqishaveradi. Do'stlar, bugunga mana shu 5 ta, 6 ta ekan. 6 ta. 6 ta. Hatto kamchilar bo'lsa, bizni so'raymiz, telefon orqali so'rashaveradi va adashgan joylarimiz bo'lsa, yo'q, qolib ketgan joylari bo'lsa. Yeb ichiga, tanasidagi kasalliklarga javob beramiz. Yashir endi yo'q-ku, yashirga javob berish qiyin. Yashir yo'q bo'lib ketdi. Shu bugunga shular agar savollar bo'lmasa, bir qator ko'rsatasiz. Olganingiz sotganga Alloh barakasini bersin. Adresimizni aytib qo'yaylik. Andijon viloyati Shahrixon tumani Kandanchi mahallasi. Telefon raqamimiz 88 338 31 31 ga aloqaga chiqaverasizlar. Yap. Olganingiz sotganga Alloh baraka bersin. Mashindan bir deb ketaveradi. Mana akalar. Rossiyskiy paroda Eston yaqin bo'g'oz. Bunisi xohlasanglar buqaga tayyor deb olinglar, xohlasanglar gumonga. Shu holatiga sotilyapti. Bunisi Eston. Mana bir jup shvetimiz, bitta novvosda, bitta bo'g'ozimiz bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin.